Siz birinchi tanishgan insoningizda faqat yaxshi hislarni ko'ring, toki uning o'zi teskarisini ko'rsatmagunicha. Shuni yoddan chiqarmangki, og'zi yopiq baliqni hech kim qarmoqqa tushira olmaydi. Siz ham og'zingizga mahkam bo'ling. Chunki qanchadan qancha insonlar sizning xatolaringizni ovlash payida yurgan bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, qalbi orzularga to'la yaqinlar. Yil sarhisobi dekabr oyi barchaga omadli kelishini tilagan holda eng aniq yulduzlar bashorati ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Qo'y burji vakillari dekabr oyi bilan yilning oxiri yaqinlashmoqda va siz uchun bu sekinlashish emas, balki diqqatni jamlash vaqti. Oy shaxsiy yutuqlarga, munosabatlar sifatiga va resurslarni boshqarishga urg'u berib, dinamik bo'lishni va'da qiladi. Asosiy mavzu tabiiy impulsivligingizdan ongli ravishda foydalanish va uni maqsadli harakatga aylantirishdir. Shaxsiy hayot borasida chuqur aloqalarga e'tibor qaratishni talab qiladi. Yolg'iz qo'y burji vakillari uchun bu davr yangi tanishlar orttirish bilan ajralib turadi. Yulduzlar aloqalaringizga tabiiy ravishda rivojlanish uchun vaqt berishni tavsiya qilishmoqda. Karyera va moliya borasida strategik qarorlar qabul qilish vaqti. Karyera imkoniyatlari tashabbuskorlik va mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyorgarlik bilan bog'liq. Oyning boshlanishi butun kelgusi yil uchun ohangni belgilaydigan yangi loyihalarni boshlashda asosiy omil bo'ladi. Ish o'rinlarini o'zgartirish masalasi ham paydo bo'lishi mumkin. Ammo qaror barcha takliflarni sinchkovlik bilan tahlil qilishni talab qiladi. Moliya sektori tejamkorlik va yana tejamkorlikni talab qiladi. Asosiy e'tibor mablag'lar oqimiga emas, balki ularni to'g'ri taqsimlashga qaratilgan bo'lishi lozim. Katta xaridlar, ayniqsa to'satdan qilinadigan xaridlar, ehtiroslar pasayguncha qoldirilishi kerak. Impulsiv xarajatlar kutilgan daromadni bermasligi mumkin. Salomat va energiya borasida ichki resurslaringizni boshqarish talab qilinadi. Kuchingizni haddan tashqari baholash xavfi mavjud. Bu esa yangi yil bayramiga yaqinroq charchoqni olib kelishi xavfi yuqori. Samaradorlikning kaliti faollik davrlari va majburiy tiklanish davrlari o'rtasida almashinishda yuz ko'rsatadi. Burjingizning tabiiy chidamliligiga tayanib, charchoq belgilariga e'tiborsiz qoldirmang. Psixologik holatingiz jismoniy va hissiy yengillik darajasiga bevosita bog'liq bo'ladi. Turmush tarzi asabiylashishni keltirib chiqarishi xavfi mavjud. Maxsus tayyorgarlikni talab qilmaydigan oddiy yengillik nafas olish mashqlari, musiqa tinglash, uyqu jadvaliga rioya qilish samarali bo'ladi. Dekabr xulosasi yangi boshlanishga tayyorgarlik oyida mujassamlashadi va yuqori notada tugaydi. Buzoq burji vakillari yilning oxiri buzoq burji vakillari uchun tabiiy sekinlashuv va mulohaza davrida namoyon bo'ladi. Sizning barqarorligingiz sizning eng katta boyligingizga aylanadi. Oy xotirjam bo'lishni, ichki uyg'unlikka urg'u berishni, qadriyatlaringizni qayta baholashni va hayotda mustahkam poydevor saqlashni va'da qiladi. Asosiy mavzu o'z-o'zidan oldinga qarab yuguraverish emas, balki o'zingizni mustahkamlash uchun puxta reja tuza olish bo'ladi. Shaxsiy hayot his-tuyg'ularning nechog'lik mustahkamligini ko'rsatadi. Hissiy impulslar xavfsizlik va xotirjamlik holatiga ta'sir ko'rsatadi. Yolg'iz buzoq burji vakillari uchun bu davr bo'ronli romantikalar bilan bog'liq bo'lmaydi. O'tmishdagi insonlar bilan uchrashuvlar bo'lishi ehtimoli mavjud. Ehtirosdan ko'ra haqiqiy reallikni baholang. Karyera va moliya borasida barqarorlik eng yuqori qiymat sifatida belgilanadi. Dekabr oyida buzoq burji vakillari uchun professional soha tizimlilik bilan ajralib turadi. Ambitsiyalar orqa o'ringa tushadi, xavfsizlik birinchi chora bo'ladi. Kasbiy imkoniyatlar yutuqlar bilan emas, balki yutuqlarni mustahkamlash bilan bog'liq. Ish o'rinlarini o'zgartirish ehtimoldan yiroq. Moliyaviy soha havas qilmaydigan barqarorlikni namoyish etadi. Dekabr shaxsiy moliyangizni ko'rib chiqish, kelgusi yil uchun batafsil byudjet tuzish va har qanday qarzlarni muddatidan oldin to'lash uchun ideal vaqt. Salomatlik va energiya borasida ongli tiklanish o'z qo'lingizda.
energiya darajasi hayotning umumiy ritmiga mos keladi. Tana yangi yil oldidan asta sekinlashadi va kuch to'playdi. Asosiy maqsad energiya darajangizni oshirish emas, balki sifatli tiklanishni ta'minlashdir. Tanangizning signallarini tinglash muhimdir. Psixologik holatingiz barqaror, stress bilan kurashish uchun sizga maxsus texnikalar kerak emas. Chunki bu oyda ruhiyatning o'zi tashqi bosimga juda chidamli bo'ladi. Ijobiy dunyoqarash oddiy dunyoviy zavqlar orqali tabiiy ravishda rivojlanadi. Mazali taomlar, shinam uy muhiti, yoqimli insonlar bilan muloqot va sevimli mashg'ulotlar shular jumlasidandir. Dekabr xulosasi yangi sikl uchun poydevor muhimdir. Oy xotirjam va ishonchli tarzda tugaydi. Sizning kuchingiz izchillik va kutish qobiliyatida ekanligini tasdiqlaydi. Egizaklar burji vakillari. Dekabr oyi egizaklar burji vakillari uchun ijtimoiy va intellektual faollikning kuchaygan davri bo'ladi. Yulduzlar sizning tabiiy ijtimoiyligingiz va qiziquvchanligingizga kuchli turtki beradigan tarzda joylashtirilgan. Oy voqealarga boy bo'lishni va'da qiladi. Yangi ma'lumotlar olish, aloqalarni o'rnatish va aqliy chaqqonlikni talab qiladigan muammolarni hal qilishga urg'u beradi. Shaxsiy hayotda muloqot munosabatlarning asosiy sifatida tavsiflanadi. Sevgi va munosabatlar sohasida dekabr oyi sherigingizga yengillik va yuqori qiziqish muhitini olib keladi. Bu davr ko'plab ijtimoiy aloqalar bilan bog'liq. Birinchi taassurotlar qiziqarli ma'lumotni davom ettirish qobiliyati bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Karyera va moliya borasida axborot valyuta sifatida olinishi mumkin. Dekabr oyidagi professional soha juda dinamik ko'rinadi. Axborotni tezda boshqarish va aloqalarni o'rnatish qobiliyati asosiy professional boylikka aylanadi. Karyera imkoniyatlari, muloqot qobiliyatlari, treninglar yoki tez-tez sayohatlarni talab qiladigan loyihalar bilan bog'liq. Ishni o'zgartirish daromadni oshirish istagi emas, balki yangi aloqalar va rivojlanish imkoniyatlarini va'da qiladigan qiziqarli taklif bilan bog'liq bo'ladi. Moliyaviy soha shaxsiy faoliyatga bog'liqlikni namoyish etadi. Dekabr o'tgan moliyaviy yilni tahlil qilish va kelajak uchun qat'iy emas, balki moslashuvchan reja tuzish uchun mos keladi. Salomatlik va energiya borasida ruhiy ongni saqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Umumiy energiya darajangiz yuqori, ammo beqaror bo'ladi. Samaradorlikning kaliti vaziyatni o'zgartirish va qayta tiklanish uchun o'z vaqtida tanaffus qilishda yuz ko'rsatadi. Sizning ruhiy holatingiz intellektual farovonligingiz bilan bevosita bog'liq. Yangi tajribalar va ma'lumotlarning yetishmasligi zerikish va befarqlikka olib kelishi ehtimoli yuqori. Shu bilan birga ma'lumotlarning haddan tashqari ko'pligi ham asabiylashish va uxlashda qiyinchiliklarga olib kelishi xavfi mavjud. Qisqichbaqa burji vakillari. Dekabr oyi qisqichbaqa burji vakillarining ichki dunyosi haqida tabiiy mulohaza yuritish davri. Tabiiy sezgirligingiz va xavfsizlikka bo'lgan ehtiyojingiz birinchi o'ringa chiqadigan fursat. Shaxsiy hayot borasida his-tuyg'ular oilaviy iliqlikda yuz ko'rsatadi. Bu davr juft izlash bilan bog'liq emas. Diqqatni ichki tajribalarga va o'tmishdagi tajribalarni tahlil qilishga qaratgan ma'qul. Dekabr energiyasi uyda vaqt o'tkazish, bayramlarga tayyorgarlik ko'rishga va xotiralar bilan o'rtoqlashishga undaydi. Mojarolar haddan tashqari zaiflikdan yoki sherigingiz sizning ehtiyojlaringizni tushunishini jimgina kutishdan kelib chiqishi xavfi mavjud. Karyera va moliya borasida amaliylik orqali barqarorlikka erishiladi. Karyera imkoniyatlari barqarorlik hissini beradigan mashg'ulot bilan bog'liq bo'ladi. Agar lavozim ishonchlilik va xavfsizlikni kafolatlamasa, ish o'rinlarini o'zgartirish ehtimoldan yiroq va psixologik jihatdan noqulay kechadi. Moliyaviy soha oqilona tejash va rejalashtirishning muhimligini ko'rsatadi. Diqqatni daromadni oshirishga emas, balki oilani ta'minlash uchun mavjud resurslarni oqilona taqsimlashga qarating. Sog'lik va energiya borasida o'ziga g'amxo'rlik ustuvor vazifa hisoblanadi. Umumiy energiya darajasi beqaror va psixologik farovonlik darajasiga bog'liq.
Stress va yoqimsiz yangiliklar darhol jismoniy ohangga ta'sir qilishi va energiyaning pasayishiga olib keladi. Psixologik holatingiz ehtiyotkorlik bilan e'tiborni talab qiladi. Sezgirlikning ortishi zaiflik emas, balki atrof muhitingiz holatining ko'rsatkichidir. Bezovta qiluvchi yangiliklarga ta'sir qilishni va salbiy odamlar bilan muloqotni cheklash muhimdir. Dekabr xulosasi: ichki tinchlik uchun poydevor qo'yish kerak. Oy tinchlik va bir qancha ma'no bilan yakunlanadi. Bu oy ichki dunyoyingiz va makoningizga qanchalik samarali g'amxo'rlik qilish mumkinligini ko'rsatadi. Arslon burji vakillari. Dekabr oyi Arslon burji vakillari uchun soyadan chiqib qobiliyatlaringizni namoyish etish vaqti. Tabiiy xarizma va ijodiy ifoda ehtiyojingizni kuchli qo'llab-quvvatlaydigan tarzda birlashadi. Boshqalarning e'tiborini boshqarish va kuchingizni ulkan maqsadlarga yo'naltirish asosiy mavzuga aylanadi. Shaxsiy hayot, romantika va boshqaruvni mustahkamlash kerak. Bu davr boshqalar nazarida jozibadorlikning ortishi bilan bog'liq bo'ladi. O'zaro munosabatlar o'zaro hayratga asoslanadi. Kuchingiz va yorqinligingizni ko'radigan va qadrlaydiganlarni jalb qilasiz. Karyera va moliya borasida yuqori darajadagi loyihalar va yuqori darajadagi xaridlar uchun ideal vaqt. Karyera imkoniyatlari yuqori ko'rinishga va jamoatchilik e'tiboriga ega loyihalar bilan bog'liq bo'ladi. Oyning boshlanishi dadil harakatlar va shuhratparast takliflarni ma'qullaydi. Moliyaviy soha e'tirof va daromad o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni ko'rsatadi. Dekabr o'zingizga, imijingizga va ta'limingizga kiritilgan investitsiyalar o'zini oqlaydigan vaqt. Salomatlik va energiya borasida hayotiy kuchingizni boshqarish muhimdir. Energiya darajasi dekabr oyida yuqori bo'lib qoladi. Ammo ularni saqlab qolish yurak va asab tizimiga e'tibor berishni talab qiladi. Kuchli ijtimoiy faollik davridan so'ng to'satdan charchoq paydo bo'ladi. Energiyani tejashning kaliti bu mas'uliyatni boshqalarga topshirish va sifatli dam olish uchun vaqt ajratish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi. Sizning psixologik holatingiz to'g'ridan-to'g'ri sizning qoniqish darajangizga va olgan e'tirofingizga bog'liq. Muvaffaqiyatsizliklar yoki tanqidlar og'riqli bo'ladi. Bu o'ziga bo'lgan ishonchga ta'sir qilmay qolmaydi. Muvozanatni saqlash uchun professional sohadan tashqarida sevimli mashg'ulotlarda, bolalar bilan yoki ijodiy faoliyatda ijobiy his-tuyg'ular manbalarini topish foydalidir. Dekabr xulosasi: yil oxiri sifatida bu vaqtdan rohatlaning. Shunda oy yuqori notada yakunlanadi. Bu muvaffaqiyat va munosib e'tirof hissini beradi. Arslon burji vakillari o'zlarining yorqinligi shunchaki berilgan narsa emas, balki mehnat va jasorat natijasi ekanligini bilib, yilni g'alaba hissi bilan yakunlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Parizod burji vakillari. Dekabr sikllarni tizimli ravishda yakunlash va to'plangan tajribani tizimlashtirish davri. Analitik tabiat va tartibga bo'lgan ehtiyoj kuchli qo'llab-quvvatlanadigan davr. Asosiy mavzu ishda, uyda yoki shaxsiy munosabatlarda tartibsizlikni tuzatishga harakatdir. Shaxsiy hayot amaliylik va uyg'unlik poydevori sifatida qabul qilinadi. Sevgi va munosabatlar sohasida dekabr oyi aniqlik va o'zaro hurmat muhitini olib keladi. Davr o'xshash hayot tamoyillari va tartib qadriyatlariga ega bo'lgan sherik topish bilan bog'liq bo'ladi. O'zaro munosabatlar asta-sekin kundalik va intellektual moslikni sinab ko'rish orqali rivojlanadi. Eng muhimi yorqin imo-ishoralar emas, balki mas'uliyat, sog'lom fikr va potensial sherikning niyatlarining pokligiga bog'liq. Karyera va moliya borasida samaradorlik va batafsil reja davr talabi. Professional soha shaxsiy samaradorlikning oshishi va ish jarayonlarini soddalashtirish bilan ajralib turadi. Bu sizning ishingizni yanada tizimli va samarali yo'lga qo'yish vaqti. Karyera imkoniyatlari analitik yondashuvni, tafsilotlarga e'tibor berishni va tashkilotchilikni talab qiladigan vazifalar atrofida aylanadi. Ish joyini o'zgartirish masalasini faqat amaliy nuqtai nazardan ko'rib chiqish mumkin. Moliyaviy soha intizomli yondashuvning muhimligini ko'rsatadi.
Dekabr shaxsiy va oilaviy mablag'larni ko'rib chiqish, kelgusi yil uchun byudjetlarni tayyorlash, kichik qarzlarni to'lash va samarasiz xarajatlarni kamaytirish yo'llarini topish uchun ideal vaqt. Ortiqcha xarajat xavfi saqlanib qolinadi. Yulduzlar hozirgi kichik zavqlarni e'tiborsiz qoldirib, kelajak uchun tejashga ustunlik berishni maslahat berishmoqda. Salomatlik va energiya kundalik hayot oqimi orqali muvozanatni topish kerak. Energiya darajasi kundalik hayotning sifati va asab tizimining holatiga bevosita bog'liq bo'ladi. Jismoniy va ruhiy farovonlik bir-biri bilan chambarchas bog'liq holatda yuradi. Hayotiylikni saqlab qolishning kaliti ish va dam olishning qat'iy muvozanatida, shuningdek ko'plab bog'liq bo'lmagan vazifalardan ortiqcha yuklanish holatidan qochishda yotadi. Psixologik holatingiz axborot va hissiy tartibsizliklardan himoya qilishni talab qiladi. Atrofingizda ham, ishingizda ham tartibsizlikka nisbatan sezgirlikning ortishi asabiylashish manbai bo'ladi. Dekabr xulosasi yangi boshlanishlar uchun mustahkam poydevor muhimdir. Bajarilgan ish va o'rnatilgan tartibdan qoniqish bu hayotning barcha sohalarida tizimli yondashuv, tozalikning qiymati eng muhim ustuvor vazifaga aylanadigan vaqt. Shaxsiy hayotingiz martaba va sog'lig'ingizdagi asosiy voqealar tahlil, optimallashtirish va tarkibiy yaxshilanishlar bilan bog'liq ekanligini unutmang. Ular kelgusi yilda eng ko'lamli loyihalarni qurish uchun yorqin emas, balki nihoyatda kuchli va ishonchli poydevor yaratadi. Oyning dinamikasi sizning kuchingiz muhim narsani ahamiyatsizdan ajratish, tartibsizlikni tuzish va boshlagan ishingizni mukammallikka yetkazish qobiliyatingizga bog'liq bo'ladi. Tarozi burji vakillari, dekabr oyi siz uchun ichki impulslar, voqealar yo'nalishini belgilaydigan maxsus davr bo'ladi. Bu vaqt ichida siz sezilarli darajada energiya to'lqinini va o'zingizni tasdiqlash istagini boshdan kechirasiz. Bu oy hayotingizning barcha asosiy sohalariga ta'sir qiladigan dinamikani ko'rsatadi. Siz o'z pozitsiyangizni misli ko'rilmagan qat'iyat bilan himoya qilishga tayyor bo'lasiz. Dekabr oyining asosiy mavzusi o'zini tasdiqlash zaruratidir. Siz o'z fikringizga qarshi chiqish yoki haqligingizga shubha qilish uchun qilingan har qanday urinishlarga keskin munosabat bildirasiz. Bu ichki holat keskin vaziyatga va to'g'ridan-to'g'ri mojarolarga olib kelishi mumkin. Shaxsiy hayot borasida diqqat markazida bo'ladi. Shaxsiy munosabatlaringizda ortib borayotgan energiya va o'ziga bo'lgan ishonch sezilmay qolmaydi. Jozibadorligingiz qarama-qarshi jins vakillarining e'tiborini tortadi. Sizni o'zgacha muhit o'rab oladi va bu sizni boshqalar uchun juda jozibador qiladi. Professional soha ko'tarilishdan ehtiyotkorlikka o'tish davri. Professional hayotingizda dekabr 2 bosqichga bo'lingan. Oyning birinchi yarmi juda qulay bo'ladi. Biroq dekabr oyining ikkinchi yarmida vaziyat keskin o'zgaradi. Oson g'alabalar davri tugaydi va uning o'rnini yuqori e'tibor va diqqat markazida bo'lish davri egallaydi. E'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydigan odatiy vazifalar va mayda detallar birinchi o'ringa chiqadi. Bu vaqtda ehtiyotsizlik xavf bilan yonma-yon turadi. Hujjatlarni, ularning mazmunini diqqat bilan o'qimasdan imzolamang. Avtomobil haydash vaqtida yoki boshqa chalg'ituvchi muhitda ish xabarlariga javob berishdan saqlaning. Ushbu oddiy qoidalarni e'tiborsiz qoldirish jiddiy muammolarga olib kelishi va oyning umumiy muvaffaqiyatli istiqbollarini buzishi xavfi mavjud. Aks holda dekabr oyi siz uchun jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bu oydagi kuchli tomoningiz manfaatlaringizni himoya qilish, to'g'ri odamlarni jalb qilish va hujum rejimidan ehtiyotkorlik rejimiga tezda o'tish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi. Chayon burji vakillari, dekabr oyi Chayon burji vakillari uchun faollikning kuchayishi va jonli voqealar davri bo'ladi. Bu vaqt ichida siz yangi, noan'anaviy tajribalarni izlashga undaydigan ichki turtkini his qilasiz. Oy voqealarga boy va qiyin bo'ladi. Bu esa tavakkal qilishga tayyorlarni ham, ehtiyotkorlik bilan yondashuvni ham talab qiladi. Dekabr boshining asosiy mavzusi sarguzashtga kirishish istagi kuchliligida bo'ladi. Siz ongli ravishda oddiy narsalarga qarshi bo'lgan vaziyatni qidirasiz. G'oya qanchalik umidsiz ko'rinsa,
uni amalga oshirishga ishtiyoqli bo'lasiz. Ko'p o'ylamasdan yoki yashirin ma'nolarni qidirmasdan tezda qaror qabul qilishga moyil bo'lasiz. Nega bunday qilyapsiz degan ichki savol paydo bo'lmaydi. Bu esa o'tkir qiziqish va hayajonga yo'l qo'yadi. Jozibadorlikning eng yuqori cho'qqisi va yangi uchrashuvlar sarguzasht davriga yetaklaydi. Dekabr chayonlar uchun shahvoniylik va jozibaning eng yuqori cho'qqisi. Sizni nafaqat jismoniy, balki ma'naviy jihatdan ham o'ziga jalb qiladigan odam bilan uchrashishingiz mumkin. Oyning ikkinchi yarmida moliyaviy ehtiyotkorlik talab etiladi. Agar oyning birinchi yarmi xavf va sarguzashtlar bilan belgilangan bo'lsa, oyning ikkinchi yarmi sizdan moliyaviy ehtiyotkorlikka o'tishingizni talab qiladi. Firibgarlik yoki beparvolik tufayli pul yo'qotish xavfi ortishi haqida ogohlantiramiz. Bu davrda sizning hamyoningiz zaif nuqtaga aylanadi. Avvalgi qulaylik va o'z-o'zidan sarflashga tayyorlik, o'lchovli yondashuv va tahlilga yo'l ochishi kerak. Bu xarajatlardan butunlay voz kechish degani emas, balki moliyaviy boshqaruvga yanada mas'uliyatli yondashuvni talab qiladi. Dekabr oyi noyob ssenariyni taklif qilmoqda. Siz yuqori his-tuyg'ularga to'la bo'lgan bir oyni boshdan kechirish, sarguzashtlarga bo'lgan chanqog'ingizni qondirish va shaxsiy jozibadorligingizni sezilarli darajada oshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Biroq bu davrning cho'qqisi sizning o'z vaqtida to'xtash va tejamkorlikni namoyish etish qobiliyatingizni sinovdan o'tkazadi. Cheklanmagan hayajondan moliyaviy intizomga o'tish oyning asosiy sinovi bo'ladi. Uning natijasi sizning dekabr haqidagi umumiy taassurotlaringizni belgilaydi. O'qotar burji vakillari, dekabr oyi siz uchun qo'llab-quvvatlash oyidir. Uyg'un va barqaror munosabatlarda bo'lganlarni eng qulay davr kutmoqda. Bunday vaziyatda sherik shunchaki yaqin do'st emas, balki haqiqiy qo'llab-quvvatlash tarmog'iga aylanadi. Ularning qo'llab-quvvatlashi bilan siz har qanday murakkab qiyinchiliklarni yengib o'tishingiz va muhim cho'qqilarga erishishingiz mumkin. Sherik sizga kichik muammolar bilan chalg'inmasdan dadil va qat'iyatli harakat qilish imkonini beradigan mustahkam poydevor yaratadi. Agar siz yolg'iz bo'lsangiz, yaqin do'stlaringiz yoki oila a'zolaringiz bu muhim qo'llab-quvvatlash funksiyasini bajarishi mumkin. Ularning maslahatlari va amaliy yordami siz uchun asosiy manba bo'ladi. Dekabr oyida siz kuchli ijtimoiy aloqalarning muhimligini ayniqsa yaxshi tushunasiz. Sizga chinakam g'amxo'rlik qiladigan tarmoq sizning o'z salohiyatingizni sezilarli darajada oshirishi va yuzaga keladigan har qanday to'siqlarni yengishga yordam beradi. Dekabr oyi qiyin kunlarni ham keltirib o'tadi. Muammolar hayotning turli sohalarida bir vaqtning o'zida to'planib boradi. Ishdagi qiyinchiliklar maishiy muammolarni yanada kuchaytirishi va doimiy keskinlik hissini yaratishi xavfi mavjud. Bunday muhitda hamkasblar yoki tanishlar bilan nizolar va tushunmovchiliklar xavfi ortadi. Moliyaviy beqarorlik va kutilmagan imkoniyatlar dekabr oyining ikkinchi yarmida moliyaviy xavflarni keltirib chiqaradi. Bu davrda moliyaviy masalalarda ayniqsa ehtiyot bo'lish tavsiya etilmoqda. O'z-o'zidan sarflash yoki noto'g'ri qilingan xarajatlar kutilmagan qiyinchiliklarga olib keladi. Xulosa, dekabr ijtimoiy aloqalar va moliyaviy moslashuvchanliklarning kuchini sinab ko'rish vaqti. Ishonchli tarmoq sizning eng katta boyligingiz bo'ladi va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish qobiliyati sizga nafaqat yo'qotishlardan qochish, balki kutilmagan imkoniyatlardan foydalanish imkonini beradi. Tog' echkisi burji vakillari, dekabr oyi dunyo bilan qizg'in muloqot davri bo'ladi. Bu oyda siz ko'plab tadbirlarga sho'ng'iysiz. Ish topshiriqlari, ijtimoiy tadbirlar, bayramlar va madaniy tadbirlar o'zaro ta'sirlarning zich oqimini yaratadi. Shaxsiy munosabatlarda dekabr oyida shaxsiy hayot yuqori hissiylik bilan tavsiflanadi. Hayotingizning boshqa sohalarida namoyon etadigan energiyangiz munosabatlaringizda ham o'z o'rnini topadi. Bunday muhitda keraksiz mojarolardan qochish uchun hissiy oqimingizni konstruktiv ravishda yo'naltirish muhimdir. Keng qamrovli fikrlash va e'tiborsizlik xavfi. Dekabr oyida siz global miqyosda fikrlashga moyil bo'lasiz. Dadil rejalar tuzasiz va katta miqdordagi ma'lumotlarni o'zlashtirasiz.
Bu keng nuqtai nazar sizga kelajakni ko'rishga yordam beradi. Ammo uning salbiy tomoni ham bor. Tafsilotlarga e'tibor bermaslik tufayli kichik, ammo sezilarli xatolarga yo'l qo'yish ehtimoli ortadi. Oyning ikkinchi yarmi sizdan ayniqsa diqqatli bo'lishingizni talab qiladi. Hujjatlarni diqqat bilan ko'rib chiqish, ishga e'tibor berish va uy ro'zg'or ishlarini kuzatib borish tavsiya etiladi. Hisobotlarni 2 marta tekshirish, elektr jihozlarning to'g'ri ishlashini ta'minlash va muhim tafsilotlarni e'tiborsiz qoldirmaslik zarurati ayniqsa dolzarb bo'lib qoladi. Muntazam operatsiyalarga ko'proq e'tibor berish xavflarni minimallashtiradi va hatto eng ulkan rejalarning ham muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlaydi. Qovg'a burji vakillari, dekabr oyidagi kayfiyatingizni qanday atash o'zingizga qoladi. Har bir kundan zavqlanish ustuvor vazifa bo'ladi. Kundalik ishlar va majburiy vazifalar vaqtincha orqa o'ringa tushib, muloqot, o'yin kulgi va ijobiy his-tuyg'ularni uyg'otadigan har qanday narsaga yo'l qo'yishi mumkin. Siz hayotingizni yoqimli tajribalar bilan to'ldirishga va bu ichki muvozanatni buzishi mumkin bo'lgan har qanday narsadan ongli ravishda qochishga harakat qilasiz. Yangi munosabatlarning moliyaviy oqibatlari. Bu nuqtai nazar muqarrar ravishda moliyaviy ahvolingizga ta'sir qiladi. O'zingizni qulaylik bilan o'rab olish va yoqimli kichik narsalarga berilib ketish istagi xarajatlarning ko'payishiga olib keladi. Bundan tashqari, o'zingizni ko'tarinki kayfiyatda his qilganingizda bu tuyg'uni boshqalar bilan baham ko'rishni xohlaysiz. Saxiylik va yaqinlaringizni sovg'alar bilan xursand qilish istagi ayniqsa yaqqol namoyon bo'ladi. Bunday vaziyatda moliyaviy barqarorlik xarajatlarga muvozanatli yondashuvni talab qiladi. Sovg'aning narxiga emas, balki uning hissiy qiymatiga e'tibor qaratish, mehr ko'rsatish qobiliyatingizni qurbon qilmasdan muvozanatli byudjetni saqlashga yordam beradi. Kechiktirilgan vazifalarni hal qilishda tabiiy o'tish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Agar siz dekabr oyining birinchi yarmida bayramona muhitga to'liq sho'ng'isangiz, oyning ikkinchi yarmi diqqat markazida o'zgarishni keltirib chiqaradi. Sizning to'plangan ijobiy dunyoqarashingiz va hissiy kuchingiz uzoq vaqtdan beri kechiktirilgan vazifalarni hal qilishga psixologik tayyorgarlikni yaratadi. Ilgari qiyin yoki odatiy tuyulgan vazifa, masalan, ta'mirlash yoki hujjatlarni tartibga solish, endi qiziqarli qiyinchilik sifatida qabul qilinishi mumkin. Ichki xotirjamlik sizga jarayonga ijodiy yondashish imkonini beradi. Karyera istiqbollari va boshqalarning xayr-xohligi dekabr oyida siz tarqatadigan ijobiy energiya professional muhitingizda e'tibordan chetda qolmaydi. Bu ayniqsa ishni bevosita muloqot, jamoaviy loyihalar yoki jamoat faoliyati bilan bog'liq bo'lganlar uchun foydali bo'ladi. Do'stona munosabat va ochiqlik tabiiyki martaba ko'tarilishiga yordam beradi. Ko'zga ko'ringan yutuqlar ba'zi hamkasblar orasida yashirin norozilik yoki hasadga olib keladi. Biroq bu lavozimda ko'tarilish, bonus yoki shunchaki yutuqlaringizning jamoatchilik tomonidan tan olinishi bo'ladimi? Munosib e'tirofdan bosh tortish uchun sabab emas. Sizning munosabatingiz sizning eng katta boyligingiz bo'lib qoladi va bu sizning kelajagingizga albatta foyda keltiradi. Baliq burji vakillari, dekabr oyi baliq burji vakillari uchun uy va oilaviy munosabatlarning ahamiyati birinchi o'ringa chiqadigan davr bo'ladi. Ish yukingiz yoki professional loyihalaringizdan qat'iy nazar, oilaning ichki qulayligi va farovonligi eng muhim ustuvor vazifaga aylanadi. Bu davr yashash joyingizni yaxshilashga qaratilgan faoliyatni afzal ko'radi. Ta'mirlash yoki oddiy tozalash bilan bog'liq vazifalar nafaqat zarur, balki o'z vaqtida asqotadi. Oila a'zolariga, bolalarga yoki uy hayvonlariga e'tibor berish eng katta qoniqish hissini keltiradi. Birgalikda vaqt o'tkazish va mavjud uy muammolarini hal qilish o'zaro tushunishni mustahkamlaydi va munosabatlar uchun mustahkam poydevorni yaratadi. Bu yo'nalishga yaratilgan energiya keyingi barqarorlik davridagi eng yaxshi sarmoya bo'ladi. Ichki holatingiz va ma'naviy ehtiyojlaringizga g'amxo'rlik qilish, tashqi makoningizni yaxshilash bilan bir qatorda ichki dunyoyingizni uyg'unlashtirish zarurati paydo bo'ladi.
Dekabr oyi ma'naviy qoniqish izlashingizni kuchaytiradi. Ammo bu holat ongli yondashuvni talab qiladi. Bu vaqt ichida chuqur shaxsiy rivojlanishga yordam beradigan faoliyatga murojaat qilish ayniqsa qimmatlidir. Uzoq vaqt davomida unutilgan sevimli mashg'ulotlarga sho'ng'ish yoki ijodiy g'oyalarni amalga oshirish hissiy muvozanatni tiklashga yordam beradi. Bu davr kechiktirilgan orzular va rejalarga qaytish, ularni amalga oshirishni ichki uyg'unlikni topish vositasiga aylantirish imkoniyatini beradi. Yangi topilgan xotirjamlik tabiiy ravishda atrofingizdagilarga ham tarqaladi. Uyda iliqlik va o'zaro tushunish muhitini yaratadi. Moliyaviy barqarorlik va xarajatlarni nazorat qilish. Dekabr oyi moliyaviy xarajatlarning ko'payish ehtimoli yuqoriligi bilan ajralib turadi. Ko'pgina xarajatlar qulaylik yaratish, yaqinlaringizga sovg'alar sotib olish va uyni obodonlashtirish loyihalarini amalga oshirish bilan bog'liq bo'ladi. Moliyaviy intizomga rioya qilish ayniqsa oyning ikkinchi yarmida muhimdir. Mablag'lar yetishmasligini kreditlar bilan hal qilish vasvasaga solishi mumkin. Bu davrdagi har qanday moliyaviy operatsiyalar muvozanatli yondashuvni va ehtiyotkorlik bilan xavfni baholashni talab qiladi. Xarajatlarni haqiqiy daromad bilan moslashtirish tamoyillariga rioya qilish tavsiya etilmoqda. Budjet nazorati bugungi yoqimli xarajatlar kelajakda moliyaviy qiyinchiliklarga aylanadigan vaziyatlardan qochishga yordam beradi. Xulosa, dekabr oyi baliq burji vakillari uchun tashqi va ichki dunyolar o'rtasida energiyani qayta taqsimlash davri bo'ladi. Bu oydagi muvaffaqiyat oddiy narsalardan uyga g'amxo'rlik qilish, yaqinlaringizga e'tibor berish va ma'naviyatni rivojlantirishdan qoniqish topish qobiliyati bilan belgilanadi. Shu bilan birga moliyaviy masalalarga ehtiyotkorlik bilan yondashish keyinchalik sizni yomon vaziyatlardan saqlashini yoddan chiqarmang.